Oyi, oyi meni qo'rqitmang. Oyi, oyi, oyi. Assalomu alaykum, volidam. Voy, dada, buvim artistlik qilyaptilar. Nomerlarni o'tkazmoqchilar. Alo. Dastavkangizga olib keldik. Aha, hozir chiqaman. Xo'p. Tinchlikmi? Bu yoqda qaynatam turibdi. Bergan pulini so'ra. Men ishlaymi yo senga vaqt ajrataymi? Nima qilay? Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Qani? Birozing o'tiribsanmi hurpayib? Siz bilan shuncha yil yashab, nima ko'rdim deb o'ylab o'tiribman. Yana boshladingmi o'sha eski plastikani aylantirib? Men o'ylab shu qarorga keldim. Nima qaror ekan? Men ishlayman. 40 dan keyin kim oladi seni ishga? Na bir diploming bor, ha bir reja qo'yish kerak-da odam. Ha bir oddiy ishda arzimagan pulga ishlay olmaysan-ku. Buyruq bersa yoqmaydi. 2-3 kunda hamma bilan urushib, ishdan bo'shaysan. Hozir xotin-qizlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, tadbirkorlik. Tadbirkorlik qo'limdan keladi. Esingizda? Mana, yoki Instagramda blogerlar ko'p. O'z biznesingizni boshlaysiz deydi. Men ham bloger bo'lib olishim mumkin. Sen mana bu 3 oyda biznes boshlaysiz deganlarga ishonib o'tiribsanmi? Millionerga aylanasiz deganlarga sal o'ylagan ozmos. O'ylayapman. Men mana tayyor biznesni yurg'iza olmayapman-ku. Siz biznesingizni yurg'iza olmadingiz. Chunki nimaga? Qing'ir ko'chalarda yurdingiz. Har 3 yil yoki 5 yilda yangi tizimga o'tilmasa, har qanday biznes tugaydi. Hozir minusga qarab ketyapman. Bu ketishda keyingi oy maosh berishga ham qiynalib qolaman xodimlarimga. Keyin nima qilasiz? Mana bu uyni sotuvga qo'ysakmikan deb yuribman. Anima 4-5 xonali domga ko'chsak, nima bo'pti? Mana shu inqirozdan chiqishim mumkindir balkim. Mayli. Bu uyni sotamiz. Nozimani ham mashinasini sotamiz. Har na deyman-da. Zulfiya, keldingmi? Ha, keldim. G'assolga aytdingizmi? Ha, aytdim. Hozir kelarkan. Sen o'zing qarab turgin. Xo'p. Xo'p, xavotir olmang. Voy tavba. Nodira. Bor, sen ham qarash. Bor. Xo'p. Onam. Meni dog'da qoldirib ketdingiz-ku, onam.
Mana bu yerda kafanlik va g'assolga beradigan pullar. Qani? Mana. Bu yerda erkaklarga beriladigan narsalar. Ammam bechora. Xuddi o'lishlarini bilgandek sovundan tortib atirgacha tayyor qilib qo'ygan ekanlar. Voy. Pulam bor ekan. Bu Gorko bilan g'assoli puli. Bularni olib qo'yishga ulgurmabsiz-da. Nodir opa, g'assol keldi. Narsalarni so'rayapti. Mana, hammasi tayyor. Ma, olib kirib ber. Bularni ham. Yaxshilab o'sha. G'assolni oldiga kim kiradi? Men qayoqdan bilaman? Balki Sevar kirar. Sizchi? Men? Bilmadim. Men bunaqa narsalarni tushunmayman. Mayli, unda men o'zim kiraman. Tavba. Tavba. O'zini xuddi shu uyni xo'jayinidek tutadi. Voy, Xudoyim. Opa, bu sizga va'da bergan uyim. Darxondagi uychi? Hammasi shunaqa tez hal bo'ldimi? Ha, bugun qo'l qo'yib berdilar. Lekin hech kim bilmasin, xo'p? Xo'p. Uyni sizni nomingizga rasmiylashtirdim, mashinani ham. Voy. Rostdanmi? Men tushunmadim. Nega siz o'zingizdan o'zingiz qizimga uy beryapsiz? Evaziga nima olmoqchisiz o'zi? Men oladiganimni olib bo'lganman. Qo'ying, o'zim tushuntirib beraman sizga. Bilaman, meni yoqtirmaysiz. Ha, Lekin men bergan va'damni ustidan chiqdim. Oyi, va nihoyat endi meni ham o'zimning uyim bor. voy. Hali bu qilgan ishinglar burninglardan buloq bo'lmasa bo'lgan edi. Voy, Sodaboyni qanaqaligini bilmasanglar koshki edi. Bilasizlar-ku qanaqa u. Tunani teskari kiysa, bilasizlarmi nima bo'ladi? Xudo xohlasa hech narsa bo'lmaydi. Voy, xolajon, xolajon. Hech narsa qilmaydi. Men bu yerda sobiq xotinimga hadya qildim deb yozdirganman. Hujjatga qo'l qo'yayotganda ikkita guvoh ham olib borganman. Notarius ham bor edi, yurist ham. Voy. Hammasi qonuniy, xavotir olmang. Ay tavba. Baraka toping. Unaqa bo'lsa mayli. Lekin yana bir muammo qoldi. Uni sal keyinroq hal qilamiz. Hozircha qarzimdan qutuldim. Mayli, endi men boray. Cholimdan xabar olishim kerak, xola. Voy, o'tiring.
choy poylarini berishim kerak. Sog' bo'linglar. Men sizni kuzatib qo'yaman. Tabriklayman, oppa. Rahmat. Voy tavba, bu xotin bizni aldamayaptimikin? Opa, Ha? sizni Rustam aka chaqiryapti. Hozir. O'zini ko'rsatib, hammani ichida o'tirib olganichi. Odamzodga gap ta'sir qilmas ekanda oxirigacha. Pas. Xavotir olmang, ammo men uni yaxshilab tuzlab qo'ydim. Ko'ramiz. Tuzlaganing ta'sir qilarmikin? Tinchlikmi? Meni so'ragan ekansan? Ha. Hamma narsani tayyor qilib qo'ydim. Aha. Endi ketsam bo'ladimi? Iye. Bu nima deganing? Chiqarishga qolmaysanmi? Meni bu yerdaligim ba'zi birovlarga yoqmayapti. Yaramaslar. Azada ham shunaqa gap qiladimi, ha? G'assol oldiga kim kirdi? Men? Nodira kirmadimi? Yo'q, ular qo'rqar ekanlar. Mayli. Sen ketma, shu yerda bo'ptir. Shu yerda bo'ptir, men odamlarga qaray. Ke. Oy. Voy bolam, hech ishongim kelmayapti-da. Men qara, rostdan shu xotin senga uy berib ketdimi? Men qara, yaxshilab o'qigan, balkim aldagandir. Oyi, u aldamaydi. Mana Manzura Ortiqova deb yozilgan. Tavba, tavba. Ortiqova. Voy tavba, tavba. Voy tavba qildim. Hamma shu juvoniga mollaydi-ya. Nahotki senga yaxshilik qilgan bo'lsa. Xudoga shukr. Oyi, men boshqalarni bilmayman. Lekin menga yaxshilik qildi. Haqqimni olib berdi. Xo'p. Sen unga nima berding? Shundoq bermagandir. Esingizda bo'lsa, brilliant ko'zli zirak o'zigim bor edi. Ana o'shani berdim. Undan keyin erim haqidagi ma'lumotlarni berdim.
Shunga pichirlashib qolgan ekansizlarda, a? Rejamiz o'xshadi, oyi. Mendanda baxtli inson yo'q, ona. O'zimga sig'mayapman. Ertaga borib uyni ko'rib kelaman. Men ham boraman. O'zi o'sha uy bo'shmidi? Ha, hozircha bo'sh. Sanjar dadam uyni remont qilib qo'ydi degandi. Hech kim turmayapti deb aytgandi. Unda yaxshi. Menga qara, o'sha yerga ko'chib ketasanmi? Ko'chib ketaman. Bu yerda men keliningizni qosh-qovoqqa qarab o'tirmayman. Yetar. O'zim uchun yashayman. Tavba, ishongim kelmaydi. Nahotki o'sha satang senga yaxshilik qilgan bo'lsa, hech ishongim kelmayapti-da, bolam. Oyi, o'sha g'irt begona ayol jigarlarim qilmagan yaxshilikni menga qildi. Balkim. Balki siz ham men bilan birga ketarsiz. Yo'q, bolam, bu uyni tashlab keta olmayman. Dadang bilan shuncha yil yashadik bu yerda. Dadangni izlari bor bu yerda. Qolaversa, bu uyga meni qancha mehnatim singan, bolam. Bilaman, oyi. Bilaman. Mayli Zulfiya opa, xafa bo'lmang. Rahmat. Alloh sabr bersin. Amin. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Alloh sabr bersin. Rahmat kelganingiz uchun. Zulfiya opa, bandalik. O'zingizni sog'ligingizni o'ylang. Bu uyda meni yonimga oladigan, tushunadigan, meni qo'llab-quvvatlaydigan yagona bir inson bor edi. U odam endi yo'q. Bu xonadonda endi men hech kimga kerak emasman. Bunaqa demang opa. Xolamni oxirgi manzillariga ham kuzatib oldik. Ha, farishtadek bo'lib ketdilar. Matlubaxon, meni bu uyda qiladigan ishim qolmadi. Men ham siz bilan birga chiqib ketaman. Zulfiya opa, hali bu uyga qaytib kelasiz. Aslida bu uyni bekasi sizsiz. Yo'q. Bu yerga kelishga haqqim yo'q. Bu uylar endi menga begona. Mayli opa. İxtiyor o'zingizda. Ketdikmi? Yuring. Mana qurilish ketyapti. G'aybul aka, Labbay. bu yoqlarga qachondan boshlanadi beton quyish? Kotlovan ishlari nihoyasiga yetyapti. Ertaga beton quyamiz. Ha, yaxshi. Blogerlarni ham chaqirib qo'ydim. Internetlarga reklama qo'yamiz. Ha, yaxshi. Yaxshi. Xudo xolasa ertadan sotuv ham boshlanadi. Yaxshi. Zo'r-ku. O'zingiz shu yerda bo'lib, hamma narsani yetkazib turasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Xo'p. Ha, kecha qaynotasi ham kelib ketgan edi. Qaynatam? Ha, qaynotasi. Nimaga kelibdilar? Bilmadim. Xotiningiz bilan birga kelib ketishdi. Hamma yoqni ko'rib chiqishdi.
Ularni tanaganim uchun ozgina gaplashdim. Xotinim menga indamagandi. Balki esidan chiqqandir-da. Mayli, uyga borganda gaplashib qo'yarman. Mayli. Xullas shunaqa. Endi bu yo'lini bir ko'rib boqamiz. Nima shunda xayrlashib chiqib ketaverasizmi? Bularga men bas kelolmayman. Qizi juda ham yomon. Axir bolangiz-chi? U meni bolam. Men o'z farzandimdan voz kechmayman. Rustam akaga ham qoyil qolmadim. Indamasdan xayr deb qoldilar. Katta odam qiziga bas kela olmadilarmi? U qizini yo'qotishdan qo'rqdi. Men bo'lsa unga hech kim emasman. Begona. Nimaga unda uylandi? Voy Zulfiya opa, bola bilan qiynalasiz u. Uni katta qilish o'zi bo'ladimi? Qancha pul kerak bo'ladi? Bilaman. Lekin na iloj. Mayli. Rizqini Allohim beradi. Men uni oldirib tasha olmayman. Men o'z bolamni qotili bo'la olmayman. Hali mavridi kelsin. Nodir opaga ham gapiraman. Unga ham boqqan balo bordir. Tirik bo'lsak ko'ramiz hali. Voy. Yaxshi dam oldingizmi, oyijon? Yaxshi, o'zing Men yaxshimi? ishga ketdim. Ishga borib kelay. Xotining qani? Mazasi yo'q. Uxlayapti. Shunga Uni ishi nima bo'ldi? bugunchalik ishga bormay qo'ya qol dedim. Ozgina dam ol dedim. Ish ham o'yinchoq bo'lib ketdi sizlarga. Dadang ahmoq bo'lib oylik to'layapti. Ha, oyi, olsa necha pul olardi? Arzimagan oylik oladi-yu. Dadang ishlari yaxshi emas. Xabaring bor-a? Bor. Domolarmish. Endi boshqa ilojimiz qolmadi. Chunki o'zim ham kompaniyadaman, hammasini ko'rib turibman. Borgan sari ishlar orqaga ketyapti. Negadir foydaga kirishdan ko'ra faqat zararga ketyapti. Kamroq meni dilimni og'ritinglar. Ana xotiniga bor yo'g'ini berib hech nimasiz qolib o'tiribdimi, shunday yana? Nega bunaqa deysiz, oyi? Shunaqa bo'lishini bilardim. Oyi, dadam oilamiz uchun shuncha yil ishladilar. Hozir ham ishlab kelyaptilar. Agar dadamni biznesi yurmasa, siz ham hech narsa ola olmaysiz o'zingizga, boy xotin bo'lib. Oilamiz uchun ham? Ha? Qarang-a. Menga qara. Xotiningni o'zi qayerga og'riyapti? Boshi. Bosh qattiq og'riyotgan ekan. Og'rimagan bizni boshimiz ekanda. Mayli, bor, ishga bor, o'zim qarayman. Xo'p, faqat iltimos qilaman. Bir kun hech bo'lmasa urush janjalsiz o'tiringlar, maylimi? Men ishga tinch borib kelay. Nimaga urushaman? Bor, ketaver. Yaxshi o'tiring. Yaxshi bor. Jangchimanmi? Nima bola urushmay o'tiringlar deydi. Tavba. Tavba.
Ha, Sevar. Ana u ketdimi? Ketdi. Kim bilan? Ishxonangizdagi bitta xotin bilan chiqib ketdi. Oy, dab bo'lsin. Ana ko'rdingmi? Hammasi biz o'ylaganimizdan ham a'lo darajada amalga oshdi. Bir yo'la bo'yingdan ham, ana undan ham qutuldik. Lekin bekorga buvim o'tib ketdilar-da. Ularga rahmim kelyapti. Rahming kelmay qo'ya qolsin. Bilasanmi, jiyan, urush qurbonsiz bo'lmaydi. Rahming kelmasin. Merosga ega chiqmoqchimisan? Hech kimga rahming kelmasin. Ishqilib, dadam qiynalib qolmasinlar-da. Dadang tupa-tuzi. Balo ham urmaydi unga. Nozima? Tur, 10 bo'ldi soat. Boshim og'riyapti, birpas yotay. O'rnimdan tursam boshim aylanib ketyapti. Kecha tuppa-tuzuk yuruvding-ku? Nima bo'ldi birpasda? Kechasi bilan ko'nglim aynib qaytib chiqdim. Bahona ham tayyor-a birpasda. Bahona qilmagin. Homiladorlik bu kasallik emas, ko'rpa-to'sha qilib yotadigan. Holim yo'q, oyijon. Nima qilishim kerak? Bitta sen tug'yapsanmi? Hamma tug'adi. Biz ham tuqqanmiz. Bo'lmasam, o'g'lingiz uyimga borib qo'ysinlar, oyim qariydilar menga. Sen o'zing chiqaradigan qarorlaring ham zo'r-a? Hech qayerga ketmaysan. Yuz qo'lingni yuv, chiq. Qolib ketma. Tushunding-a? Bitta tug'ib beraman deb boshimga chiqib oladi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Keldim. Imtihon javoblarim chiqdi oyijon. Yo'q. Darova? Ha. Och, ko'ramiz. Birga ochamiz. Yo, siz oching. Voy, menmi? Meni yuragim dosh bermaydi. Hay yuragingdan seni. Voy. Necha ekan oyi? Voy, bilmadim. 8, 7, 8, 7. Rostdan. Ha? Yes, oyijon. Ha? Nima degani bu? Speaking 8, writing 7, listening 8 oyijon. Voy, yaxshi. Nima degani bu? Bu IELTS 8 degan oyijon. Voy, tushunmadim. Bu balim bilan chet el universitetlarga grantga kira olaman oyijon. Hatto o'quv markazlarida ham dars berishim mumkin. Oyijon, endi siz idishmaysiz? Men ham ofitsiantkalik qilmayman. Voy, oyijon, bilasizmi qancha o'qiganimni? Endi o'ynaymiz. Chiqdingmi? Mana, choy qo'ydim. Issiq-issiq choy ichamiz. Keyin birga ovqat qilamiz. Oyijon, ovqat hidi yoqmayapti. Ayniqsa yog'ni hidi. Shirin ovqat yeyish yoqadimi? Yo'q, ovqat ham yemayman. Qulupnay bo'lganda yo'q demasdim. Tavba. Qaynonamga uni yegim kelyapti, buni yegim kelyapti degani uyalganman. Nimasi uyat buni? Olib bermasangiz o'g'lingizga aytaman, o'zlari olib keladilar yoki jo'natib beradilar. Nimadir yegim kelsa erimga zo'rg'a aytardim. O'ylardim cho'ntagida puli bormi, yo'qmi, olib kela olaydimi deb.
O'g'lingizni pullari yetarli-ku olib keladilar. Unda Irina yasang bo'lardi. Ko'ryapsan-ku, o'z ishlari yurishmayapti. Ikki dona qulupni edi, bankrot bo'lishmas. Ishlari yaxshi emas, deyapman. Bu uyni ham sotib domga chiqib ketar ekanmiz. Xo'p, bo'pti. Bo'lmasam dadamga aytaman. O'zlari olib kelib beradilar. O'shanda aytgandilar, qizim nima kerak bo'lsa o'zimdan so'ra, beminnat olib kelib beraman degandilar. Rahmat. Tilyam ikki qaricha. Ha, oyi. Zo'r-ku. Uyim yoqdimi sizga? Judayam chiroyli ekan. Menga qara. Irina, mana shunaqa uylari ko'pmi? Ko'p, oyi, tiqilib yotibdi. Hatto sanog'ini o'zi ham bilmasa kerak. Voy. Hammasidan daromad kelib turadimi? Shunaqa. Ijarachilar qo'yib tashagan. Qani, keling o'tiring. Voy tavba. Tavug'i oltin tuxum qo'yarkan-da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Tavba. Mana oyi, ko'rdingizmi? Bitta uyi meni nomimga o'tdi. Buni hatto sezmadi ham. Bu uyni borligi esida ham yo'q. Lekin shuncha davlati bo'lsa ham bitta uyni ham meni nomimga xatlab bergani yo'q. O'zi bermagandan keyin haqqimni amallab olishim kerak-ku, oyi. To'g'ri. Aldab olding-a, qizim, shunaqam. Shunaqa, oyi. Nima qilishim kerak edi? Indamay ketaverishim kerakmidi? Necha yillik mehnatim havoga uchib ketadimi? Men unga 2 o'g'ilni tug'ib berdim. Kamiga xizmatini qildim. Keyin esa meni hech vaqosiz haydadi. Alam qiladi-da, oyi. Keyin men nazokat bilan kelishdim. Erimni qolgan mol-mulki uniki. Bilganini qilsin. Menga o'zimga yarashasini olib bersa bo'ldi. Rostini aytsam, mana shu nazokating senga biror narsa berishiga hech ishonmagandim. Nahotki yaxshilik qilgan bo'lsa, qizim, hech ishongim kelmaydi. Hozircha kelishuvni amalga oshirdim. Demak, u yomon ayol emas. Menimcha, erkaklarni o'zi nazokatni yomon ayolga chiqarishgan. Avvaliga o'zlari boshini aylantirib, mol-mulkini berishadi. Keyin esa qaytarib olisholmaydi, oyi. Keyin esa nazokatni ayblashadi. Balki o'sha ayol haqida fikrim o'zgaryapti. U shunchaki haqqini berib qo'yadigan ayol emas. U menga o'xshamaydi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Lekin uying
Menga rosa yoqdi. Shunaqami? Yomon emas. Menga ham yoqdi. Zo'r. Buyursin qizim, buyursin. Rahmat. Shohida opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ustoz, meni tabriklasangiz bo'ladi. IELTS javoblarim chiqdi. Voy, buncha yaxshi. Tabriklayman. Rahmat. Necha ball olibsan? 8. Buncha zo'r. Eng yaxshi natija bu. Ha, to'g'risi men ham kutmagandim, ustoz. Zarina, to'g'risi men ham kutmagandim. Necha yildan beri o'qiganingiz zoyi ketmabdi-da. Ustoz, men endi o'zim orzu qilgan universitetga kira olamanmi? Ha, albatta. Sen natijang bilan hamma o'qishga kira olasan. Hatto o'qib turib ishlashing ham mumkin. Masalan, qayerda ishlasam bo'ladi, ustoz? Oyimga yordam bersam degan edim. O'quv markazida. Dastlab suportlikdan boshlaysan. Keyin o'qituvchilik qilasan. Maoshi ham yaxshi. Rostdan? Ha, shunday. Ustoz, biram yaxshisiz. Katta rahmat sizga. Xo'p. Xayr, ustoz. Mayli, yaxshi bor. Rahmat, ustoz. Mayli, xayr. Opa. Ha, Kevor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'zing yaxshi keldingmi? Rahmat. Kelin qani? Ha. Xonasida. Kirib ketgani bo'yicha hali ham chiqmadi. Tinchlikmi? Kasal bo'lib qoptimi? Homilador meni kelinim, homilador. Ha. Voy. Tabriklaymiz. Rahmat. Endi shuni bahona qilib, xonasidan chiqmaydi. Avoy opa, chiqmasa chiqmas. Bolasini iplab tug'ib bersa bo'ldi. Bitta shu tug'yaptimi? Ha? Kelib boq shuni yonga olasan, ha? Hozir ko'pchilik yoshlar homilador bo'la olmayapti. Ekologiya yaxshi emas. Bo'ldi. Asabimni buzib yonini ovurma. Opa, qo'ying, shkelinizga yaxshi gapiring. Bir kun insof kirib qolar. Ish qilib insofga kirsin-da. Menga qara, zerikib ketdim. Yur, do'kon aylanib kelaylik. Zeriksiz do'kon aylanasiz. Biram mazza sizga. Nima, sen aylanmaysanmi? Qayerda aylanaman? Men kiyimim yo'qligidan majbur aylanaman. Zerikishdan emas. Ering pul bermaydi-ya, esimdan chiqib qopti. Meni erim pul beradi, lekin burnimdan chiqarib oladi. Burkam dunyoda shunga aytishadi. Alo. Alo. Farhod aka, yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Lekin bolangiz qorni ochibdi. Nima yegiz kelayotgan ekan bolamni? Qulpnay. Mabodo uyga buyurtma berib olmaysizmi? Qulupnaymi? Bo'ldi, hozir. Rahmat, mehribonim. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Ertaga nima aytsam ekan?
Endi bu uyda hamma meni ko'nglimga qarab yashaydi. Nima yegim kelsa o'shani olib berishadi. Rahmat bolajonim. Onangni ish qilishdan qutqarding. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dastlabki olib kelganmi? Bu nima o'zi? Qulpni. Mehribon o'g'lim xotinchasiga dastavka qilib yuboribdi. Xotinini o'ylabdi-yu, onasi esiga kelmabdi-da. Oyi, nima yeysiz? Sizga ham u narsa qo'shib yuboraymi desa bir joyi kamayib qoladimi? Nozima! Nozima! Dastavkangiz kelibdi, chiqing. Alo. Assalomu alaykum, Afzal aka, yaxshimisiz? Rahmat. Men Javohirman. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz Javohir? Yaxshi, rahmat. Yangi kompaniyada ish boshlabsiz deb eshitdim. Shunaqa. Sodiq Turg'unovich rahbaringiz bilan uchrashmoqchilar. Bugun kechga ofisga kela olasizlarmi? Yo'q, bugun menimcha vaqt yo'q. Ha, shuni boshqa safarga ko'chirsak bo'ladimi? Iloji bo'lsa, soat 7larga kelib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Sodiq Turg'unovich hamkorlik qilmoqchilar. Mayli. O'ylab ko'rib sizlarga xabar beraman. Rahmat aka. Xo'p. Bu meni loyiham-ku. Kim uni reklama qilyapti? Bular nahotki meni loyihamni o'g'irlashgan bo'lsa. Hozir ana bu chol yo'qligida mazza qilyapman. Hozir kelsa, o'tirishga ham bermaydi. Ha? Voy. Bu nima ahvol? Siz qayerdan paydo bo'ldingiz? Sobir To'laganovich? Men Sodiqman. Sodiq Turg'unovichman. Oltin o'raga juda tushib ketmang. Keyin chiqishga qiynalasiz. Mendan xavotir olmang. Men chiqib olaman. Shu gapingizga bir narsa esimga tushib qoldi. Uchrashuv tayyorla. Qani bir bularni ko'raylikchi. Ular mendan loyihani olib qo'ydimi? Demak, boshqa ishlarni ham qilishadi. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे रिसेंटली व्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। और पिछला व्लॉग हमारा इस्लामिक भी था और आज के वेदर के बारे में भी था। तो आज का हमारा व्लॉग होगा मेरे जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं और वाइवाज और प्रैक्टिकल हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो मेरे प्रैक्टिकल और वाइवाज हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हुए हैं सारे वो बहुत अच्छे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। पास पेपर भी लगे थे। फॉर्म डी का जो है हमारा 5th सेमेस्टर क्लियर हो चुका है। अब जो है वो मैं आ चुका हूँ दूसरा 6th सेमेस्टर में आ चुका हूँ। एनरोलमेंट हो गई है, हमारी जीसी से एवेल्यूशन है
डॉक्टर मेडिकल कॉलेज है सरगोदा में, वहाँ पढ़ता हूँ। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि 5 सेमेस्टर के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे रिमार्क्स होंगे, अच्छी कंडीशन थी। ज़ाहिर बात है रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ज़ाहिर बात है जो बंदा स्टूडेंट एक पेपर दे के आता है उसको सब पता होता है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशन इस सेमेस्टर में अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेमेस्टर। पहला सेमेस्टर भी अच्छा था, अच्छा दूसरा भी ठीक था, तीसरे में और चौथा थोड़ा सा ज़्यादातर जो मेरा डिस्टर्ब हुआ था सेमेस्टर वो तीसरा था, क्योंकि उसमें मेरे फाइनेंशियली इश्यूज़ आ गए थे, जिसकी वजह से मैं सेमेस्टर में टोटल 1 मंथ ही गया था। मैं समझने लगा था कि यहाँ पर जो है वो मैं छोड़ दूँगा, मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन हालांकि अब्बू मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हेड मास्टर हैं, सीनियर हेड मास्टर हैं, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो मंजूर था वही होना था। और फिर हुआ यूँ कि मेरी एनरोलमेंट जो थी जीसी में वो भी नहीं हुई थी, ये भी तो बात है। और कॉलेज की फ़ीस भी ज़ाहिर बात है जब इश्यूज़ बन गए थे, क्योंकि मेरे भाई की और भाभी की रिसेंटली डेथ हुई थी तकरीबन 5-6 साल पहले, तो ये उसकी वजह से जो है वो हमारे अभी तक लोन चल रहा है बैंक में। तो आपने मेरे लिए खुद से दुआ करनी है कि फ़ाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाए, अल्लाह पाक सबकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करे, आमीन। और सबको जो है वो एक बाइज़्ज़त तरीके से जो है अल्लाह पाक हमें जायज़ तरीके से कमाने की तौफीक दे। तो ये यहाँ पर डॉगी भी होते हैं। तो अब जो है वो मेरा खाने का टाइम भी हो चुका है शाम का, अब्बू भी आ चुके हैं। असल में मौसम बड़ा डिस्टर्ब है और ऑर्डर भी तरीक़ा से कंप्लीट करना होता है जिनका ऑर्डर आता है, क्योंकि उन्होंने भी आगे व्लॉग लगाने होते हैं। ये देखें जगह बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, वरना गिरने के चांस होते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में। तो प्रीवियस लाइफ मतलब कि हमने जो है वो सारी डिपेंड की है ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। मैंने आपको बताया कि जो मेरा 3rd सेमेस्टर था वो इन इश्यूज़ की वजह से कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अच्छे चल रहे हैं हालात, अल्लाह का शुक्र है। मैं ख़ुद भी कमाता हूँ, अब्बू की भी यार कुछ ना कुछ जो है वो तनख्वाह छूट गई है। तो अब पहले की नस्बत जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। और क्या नाम है, आज का व्लॉग जो है वो पसंद आ रहा होगा और इंशाल्लाह इसी तरह और भी व्लॉग हम आपसे शेयर करेंगे। तो मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है और बाकी लाइफ के बारे में बात शुरू की है। तो नेक्स्ट व्लॉग भी इसी के बारे में हम बोलेंगे कि देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े हो चुके हैं अल्लाह के फज़ल करम से। तो कितने वक्त तक हमें जो है वो वालिदैन ने खिलाना है। तो हमें चाहिए कि हम मैच्योर बनें और ख़ुद कमाने वाले बनें और घर वालों को ये साबित करके दिखाएं कि हम बाकी असली मर्द हैं और ये कि हम कमाने वाले हैं और उनको कमा के हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को कहें कि आप आराम से बैठें, रेस्ट करें, हम आपको खिला कर कमा कर दें कि आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, मतलब तो ये हम बात कर रहे थे। तो मैं मेरे काम चक्करों में खाना खाने से पहले जो है वो चाय पी रहा हूँ।
अगर आपने चाय पीनी है तो मोस्ट वेलकम। और बाकी जो है वो हमारी डिस्कशन चल रही थी लाइफ के बारे में। वी आर मैच्योर नाउ, हम अब मैच्योर हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम कोई ना कोई प्राइवेट जॉब करें या ये करें कि हमें अगर जो है वो हमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो हम प्राइवेट जॉब करें या सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करें या कोई इस तरह काम कर लें जिस तरह मैं कर रहा हूँ। यार इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, हम मेहनत करके पैसे लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई हराम तो कमाते नहीं हैं। अवल तो ये इसका ज़्यादा हमें जो है वो बंदे मतलब अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से। जिस तरह के ये छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे काम से नहीं घबराना चाहिए। बंदा कहे कि फ़लाँ काम मैं तो नहीं करता, ये नहीं करता, तो ये गलत बात है। तो मैंने चाय पी ली है। अभी हमारा व्लॉग पेंडिंग पड़ा है। असल में लाइट है नहीं, तो ये सारी लाइट मेरी आंखों की तरफ लगती है, जिसकी वजह से आंखें पहले भी ख़राब हैं, मज़ीद इशू बन जाता है। तो हम बात कर रहे थे लाइफ के बारे में। आज का हमारा व्लॉग भी है अपनी लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए। तो हमें बिज़नेस प्लान बनाने चाहिए, कम से कम एजुकेशन हमारी कंप्लीट होनी चाहिए कि ताकि जब कोई अपॉर्चुनिटी हो हमारी जॉब की या कोई एनीवन प्राइवेट सेक्टर जहाँ कहीं जगह मिले, मतलब आप ज़री बात है बंदा इतना जानते होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मेरे स्टडी को सूट करती है, मतलब बिल्कुल ये एक चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक MSc बंदा है या कोई उसने अच्छी डिग्री की हुई है तो वो अब ज़री बात है चपरासी के लिए तो नहीं जाएगा, ये तो अलग चीज़ है। तो स्टेटस भी एक चीज़ होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको टीचिंग के लिए बुलाया जा रहा है, लेक्चरार के लिए बुलाया जा रहा है, या एकेडमी एक अच्छी एकेडमी में जगह मान ली, तो इस तरह चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस बनता है बंदे का। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बंदा लाइफ में फिर सेट होना शुरू हो जाता है, एहसास आना शुरू हो जाता है, और जिस तरह जो है वो कामयाबी उसके कदम चूमती है। सो ये सारी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें और लाइफ में जो है आगे बढ़ सकें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु के तरीक़ों पर चल सकें। बाकी अल्लाह पाक माफ़ करे यार, आज मौसम बड़ा डिस्टर्ब है और मुझे वैसे भी डर लगता है ये जो आसमान पर जो ये गरजते हैं बादल। पहले हम सुनते थे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आजकल के दौर में जो गरजते हैं बरसते भी हो गई। बाकी आप समझ गए होंगे। बाकी अल्लाह पाक जो है वो हमें माफ़ करे यार, अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, गुनाह बख्शे, ठीक है ना। तो आज का व्लॉग उम्मीद तो यही है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं आपको। मुझे ख़ुद भी अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी एहसास होने लग गया है अपने वालिदैन का। देखें, जब इंसान पर हालात आते हैं तो इंसान को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं रुख करे, कोई ना कोई कमाने का ज़रिए कोई ना कोई ढूंढ ले, फिर अल्लाह जो है वो उसके रास्ते और निकालना शुरू कर देता है। अल्लाह पाक उन्हें जो है वो कामयाब करना शुरू कर देता है। तो एट लीस्ट मिनिमम हमें ये करना चाहिए कि जो काम हमें मुयस्सर है हम उसको तो अडॉप्ट कर लेना एट लीस्ट, दैन इंशाल्लाह हम लाइफ में जो है वो कामयाब हो जाएंगे।
बाकी मौसम काफ़ी अब ख़राब हो चुका है, पहले की नस्बत। तो अभी तक जो है वो गरज भी है अब बादल में, और बारिश का भी इम्कान है। कल अल्लाह माफ़ करे बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आई हैं। इलेक्ट्रिक ये जो आसमानी बिजली होती है, मतलब अल्लाह माफ़ करे ये गिरती है जहाँ, फिर वो जगह भी जो है वो कहते हैं, सुना ऐसे है कि जगह भी जो है वो जल जाती है। इतनी ज़ालिम किस्म की इसकी जो है कशिश होती है। तो अल्लाह पाक हमें इससे बचाए। तो बाकी ये उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो है वो इतने मुश्किल वक्त में, मतलब ना लाइट है, ऊपर से मौसम भी ख़राब है, क्योंकि मैं अपनी मजबूरी के लिए और दूसरे की भी मजबूरी के लिए बना रहा हूँ। उसने रात को जो है टाइम पर वीडियो लगानी है। अल्लाह उसको कामयाब करे, अल्लाह उसके चैनल को मोनेटाइज करे। हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो ये भी बड़ी चीज़ होती है। तो बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि वेल एंड गुड लाइफ जो होती है इंसान की, मतलब जो हम एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने जो है वो ज़िंदगी के पेचीदगियाँ, ज़िंदगी के मसाइल सब कुछ बयान करके दिखाया है, बयान करके सुनाया है आपको। और बाकी सुनाने का मकसद यही था कि कोई ना कोई बंदा असरअंदाज हो जाए, और बाकी ये हो कि जो है वो हमें इस चीज़ से सबक लेना चाहिए एक इंसान की ज़िंदगी से, ताकि दूसरे इंसान की ज़िंदगी में ये मुश्किलात ना आए। मतलब पहले से ही मैच्योर हो जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट लाइफ में जो है वो हमें कोई इशू ना बने। तो ये सारी अडेप्टेशनें हमें अख्तियार करनी चाहिए, देन जाकर हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की नसीब अता फरमाए। और ये कि अल्लाह ताला जो है हमारे सब जो हम अमाल करते हैं उनको कबूल फरमाए अपनी बरगाह में, और हम सबको जो है वो हलाल रिज़्क़ नसीब अता फरमाए। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हम जहाँ तक हमारा क्लियर हो रहा है, और इसके बिला के नेक्स्ट पार्ट जो कि 5 मिनट का होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट किसके अबाउट हम एक्सप्लेन करेंगे, यही चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करेंगे कि हमें लाइफ में किस तरह कामयाब होना चाहिए, हमें कमाने के टिप्स, उसमें हम जो है वो एक कमाने के टिप्स हमें किस तरह के हम कमा सकते हैं उसके टिप्स मैं आपको बताऊंगा। तो आपने हमारे साथ कनेक्ट रहना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयरिंग करनी है। अच्छा, तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें कमाने के टिप्स जो हैं वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले अगर हमें चाहिए कि हम जो है वो अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए कि अगर हमने लाइफ में कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें जो काम मुयस्सर हो, जो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, हमें वो इख्तियार कर लेना चाहिए, ताकि हम किसी न किसी तरीके से हम अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करें कमाने के सिलसिले में और लाइफ में कामयाब हो सकें। इसके अलावा हम जो पढ़े लिखे हज़रात हैं वो आजकल के दौर में भी अगर फ्री हैं तो ये हमारी एलिजिबिलिटी है, हमारी बेअक्ली की बात है। सबसे पहले ये जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया वाला काम है ये आजकल बहुत ही इजी है, ख़ास तौर पर यूथ जनरेशन के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी है।
क्योंकि अगर वो ये काम अडाप्ट करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह कामयाबी उनकी कदम चूमेगी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है सबके लिए। जो भी डिग्री किया हुआ है, जिसने किया हुआ है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट करे या इन्वेस्टमेंट ना भी करे तो ये वीडियो व्लॉग और इस तरह के छोटे मोटे चैनल बना के काम शुरू करे तो वो एक दिन इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा और बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा। तो मतलब पहले थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस तरह मैं अब फ़िलहाल मुश्किलात में हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता हौले हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे आपकी दुआओं से। और ज़री बात है, मेहनत तो इंसान की अपनी होती है। बाकी जो है वो अब काफ़ी रात हो चुकी है, ये देख लो, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक रेगुलर जो है वो व्लॉग बना रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा व्लॉग कंप्लीट होने वाला है 20 मिनट का। इसके अलावा एक और व्लॉग बनाना है, यानी पूरा घंटा जो है वो मैंने ये काम करना है। तो देखें, अगर आपका दिमाग जहन दोनों एक चीज़ें वन साइडेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये काम आप कर लेंगे तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। अगर आप ख़ुद मुतमिन हैं और ख़ुद आपका इरादा है तो देन आप जो है वो इंशाल्लाह वो काम कर ही रहते हैं। जिस तरह हमारे एग्ज़ाम होते हैं या कोई मुश्किल काम आ पड़ता है, अगर हम पहले से ही हार मान जाएं तो उस काम ने कहाँ कंप्लीट होना होता है। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम जो है वो अगर लाइफ में हमने कामयाब होना है तो हमें सबसे पहले उसके बारे में एक पुख्ता इरादा बनाना चाहिए, पुख्तगी इख्तियार करनी चाहिए ताकि लाइफ में जो है हम कामयाब हों। और बाकी ये कि हम फिर आगे जो है वो ज़िंदगी में कामयाब होने के बाद हम सुरखरू हों, वालिदैन हमारे खुश हों, हमारी कामयाबी देखकर खुश हों, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी। तो हमें जो है वो इंशाल्लाह सबसे पहले चीज़ ये है कि फ़ायदा हम ही होगा। अगर हम कमाने लग जाएंगे, लाइफ सेट कर लेंगे तो सबसे पहले फ़ायदा किसको होना है? हमें ही होना है। और फिर हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम इजी वे करें, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अपने वालिदैन की खिदमत करें। सबसे ये फ़र्ज़ है हमारा। कुछ चीज़ बनने के बाद हमें अपने वालिदैन की जो है वो खिदमत करनी चाहिए, फरमाबरदारी करनी चाहिए। इस तरह अपने भाइयों की, बहनों की, पूरी मखलूक, मतलब जो इंसानियत है वो कम से कम वो तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ना बाकियों के लिए। और बाकी जो फाइनेंशियली हेल्प है वो महसूस नहीं होने देनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए सबकी, जिससे जो है वो हम एक अच्छे इंसान बन सकें और एक ऐसा अपना नाम रोशन कर दें इस दुनिया में, मरने के बाद भी हमारा नाम हर कोई लेता रहे। जैसे कि मदारिस हो गया, जैसे कि मस्जिदें हो गई, स्कूल हो गया, मकतब हो गया, या इस तरह की कोई अच्छी चीज़ हम ईजाद करके जाएं, बना कर जाएं, तमीर करके जाएं कि लोग हम मरने के बाद वो कहते हैं कि वो बंदा अभी भी ज़िंदा है, मतलब मरने के बाद भी ज़िंदा है, तो उसका नाम से ही यार चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलना होगा, इस्लाम को फॉलो करना होगा, क्योंकि कामयाबी दुनिया की और आखिरत की जो है वो अल्लाह ताला ने सब के सब दीन में रखी है। अगर दीन को फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला हमें हर लिहाज से कामयाब करेगा। बाकी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। और बाकी उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।